Ko'pchilik kompyuter tanlashda nimaga e'tibor berish kerak, yaxshi bilmaydi. Bu videoda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 4 ta narsani sanab o'taman. Birinchisi kompyuterning protsessori. Protsessor bu kompyuterning miyasi hisoblanadi. Xuddi avtomobilning motori kabi. Siz agar qancha og'ir dasturlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, shuncha protsessor kuchliroq olganingiz yaxshi. Ikkinchisi tezkor xotira, ya'ni inglizchada RAM deyiladi. Bir vaqtning o'zida qancha ko'p dasturlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, shuncha katta tezkor xotira olganingiz yaxshi. Uchinchisi doimiy xotira. E'tibor bering, ko'pchilik o'ylaydi, doimiy xotira qancha katta bo'ladigan bo'lsa, kompyuter shuncha kuchli deb tushunadi. Unaqa emas, kompyuterning kuchliligi protsessorga bog'liq. Siz agar kompyuterda juda kam narsa saqlaydigan bo'lsangiz, eng kichik doimiy xotira olishingiz mumkin. Masalan, 256 GB doimiy xotira. To'rtinchisi bo'lsa, bu kompyuterning ekrani. Ekran qancha sifatli bo'ladigan bo'lsa, tasvirlar shuncha yaxshiroq ko'rinadi va ko'zingizning charchamasligiga olib keladi. Keyingi videoda ish uchun qanaqa kompyuter tanlash kerakligini bizga aytib o'tamiz. Izohlarda qaysi kasb bo'yicha kompyuter tanlash kerakligini bizga yozib qoldiring.